Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter bozori obunachilari. Bugun sotuvda tayyor Chang'an. Aka bu nechtalik? 87 talik tayyor samosual sotilyapti. Boshning holati yaxshi. Balonlari normal holatda turibdi. Salon qismlari olib minishga tayyor mashina. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 191 ming yurgan ekan salon qismlari. Olib minishga tayyor mashina sotilyapti. Akkumulyatorlari yangi. Rama qismlari. Uzunligi necha aka? Uchi 40 deyapti uzunligini. Mashina umuman kamchiligi yo'q, dokumentida ham muammosi yo'q. Aka, bitta ko'tarib bering orqasini. O'tyarim. Aka bu nechta tonna yuk oladi? 2 tonna. 2 tonna bemalol og'daradi. Bu narxini 6,5 mingdan ozgina o'tib berasiz. Bizdan chiqsa ozgina o'tib berasiz. Mashina umuman kamchiligi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol akamizni nomerini pastga qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib bog'lansanglar bilan mashina popda turibdi. Arzonroq berib yuboraman dedi. Qizig'i propani ham bor, tayyor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar.